Bu nima? Men aytaymi? Bu nomi City, investitsiya, yangi va ko'rkam hayot, shinam yashash muhiti yoki biznes nomi bilan atasak Newport kabi jimjimador so'zlar ortidagi zo'ravonlik, qip-qizil zo'ravonlik va jinoyat. Odamlarning o'z yashab turgan uydan kuch ishlatib chiqarib yuborilishi, uyiga uning roziligisiz narx belgilanishi va ixtiyoriy majburiy ko'chirilishi, shaharning moydek joyini egallab olish va bunga huquq tartibot organlari tomoshabin, videoda ko'rganingizdek tomoshabin. Tasavvur qiling, kimdir mahallangizga kelyapti, uylaringiz o'rnida ko'p qavatli uy City qurmoqchimiz deb avval 10 ta, keyin 20 ta qo'shnining roziligini oladi, oldi-sotdi shartnomasini qiladi, burningizning tagida qurilish boshlaydi, eshigingizdan kirib chiqishga joy qoldirmaydi, chang to'zon, shovqin ko'chishga majburlashadi. Shunda ham chiqmasangiz, videoda ko'rganingizdek zo'ravonlik qilinadi. Uyingiz uchun pul talab qilsangiz, narxni siz emas, o'zlari belgilashadi. Ko'nmasangiz, uyingizni majburiy buzishadi. Yakkasaroy tumani Damariq mahallasida ham xuddi shunday bo'lgan. Это было все сделано варварски, насильно против нашей воли. Мы всего лишь просили дать нам жилье, дать нам крышу над головой. Все суммы, которые фигурируют в документах в наших делах, 7 миллиардов, 8 миллиардов, мы не просили этих денег. Это все сделали они. Но все понимают, для чего это было сделано.